Suyimlik atalar, mehribon analar. Sizlar maktabga borguncha yum yig'lab ketadigan bir qizni uchratgan meydinglar. O dal men. Sizlar bir illiq oila mehriga tashna bo'lib yashayotgan 10 yoshlik bir qizni bilamsizlar? O dal men bo'laman. Sizlar yet oyamlarda, bolalar bayramlarida, tug'ilgan kunida ichidan to'kilib yig'laydigan bir qizni tanimsizlar. O qiz dal men bo'laman. Sizlar bilmaysizlar. Men qanoti bo'g'ishlangan bechora qushga o'xshayman. Chunki men hamma savodoshlarimning chiroylarida jilvillanib turadigan baxtiyorlik kulkamdan ayrilib qoldim. Hamma do'stlarim faxrlanib turib tilga oladigan dadamdan ayrilib qoldim. Yana o'zim tashna bo'lgan, men hech yerdan erisholmaydigan, erishmasam aslo bo'lmaydigan otliq mehr muhabbatdan ayrilib qoldim. Men 10 yoshga to'shmay turib, 10 gilimning biri echilmay turib, sizlar bilmaydigan qayg'u hasratlarga yem bo'ldim. Men ko'chalarda mang'inimda bir dadaning illiq qo'lining menga hamroh bo'lishini qanchalik orzu qiladiganligimni bilamsizlar. Men maktab darvozasidan chiqqanimda boshqa bolalarning dadalariga o'xshash dadamning menga kulib sirab turishini qanchalik orzu qiladiganligimni bilamsizlar. Muallim har kuni yo'qlama qilganda dadamning ismini aytsa qanchalik darajada jiddiylashib, unsiz esadab ketadiganligimni sizlar bilamsizlar. Sizlar mening ota-onalar yig'inlarida qanchalik cho'nqur o'ksib yig'lab ketadiganligimni, bog'chalarda bolalarni o'ynatayotgan dadalarni ko'rganimda pinhon joylarga mekinib turib uzoq esadaydiganligimni, bolalar dadalar to'g'riliq faxrlanib so'zlaganida mening gachi boladak hech nima deyolmayli qolmasdan yuragim ichib o'zsiz yum yosh to'kadiganligimni bilamsizlar. Opam menga, qizim, kiyimlarini pokiz yuyib qo'ydim, kiyib ol deydi-yu, chandurmay ko'ziga yosh oldim. Men to'limi xush bo'lgan qiyofat kiyimlarimni kiyib maktabga mang'aman-yu, yo'l bo'yi esadab yomg'irday to'kilaman. Balkim shu daqiqalarda onamni uyda o'zsiz yig'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki onamni menga boshqa onalarga o'xshashla eng esil, eng yarashimli kiyimlarni kiygizib, mening tatli kulkamdan huzurlang'isi keladigandu. Oldimga qizim o'ynasin, yesin deb har xil o'yinchiqlarni, quvvat yemakliklarini taqilib bergisi keladigandu. Yana boshqa onalarga o'xshash, qizim oliy maktabda o'qiganda asqatdi deb, har oyda go'zal orzular bilan bankiga pul qo'yishni o'ylaydigandu. Biroq bu xil huzur, bu xil xo'shalliklarmi opam uchun go'zal tushga aylangan. Chunki mening dadam men nafratlanib turib seg'inadigan, qiydab tursam bag'riga beshimni qo'yib erkinligim keladigan, halokat yo'liga atlangan bo'lsa-mu, hidini qanmay turgan keladigan dadam bularning hammasini vayron qilyapti. Momam kichik chig'imda, "Qo'zam, sen bizning xo'shalligimiz, bolasi bor uy bozorga o'xshaydi" degan edi. Biroq dadam ashi qaynam tashqiliq to'lgan kichikkina bozorni ko'z eshig'i to'lgan mozorga aylantirdi. Bu yerda yana eng ko'p yig'layotgani men ham opam. Men bultur buvamning sahradagi uyiga chiqqanimda yana yig'lab qaytdim. Biroq yig'larimni onamga ko'rsatmadim. Onamni yana men bilan birga o'ltirib yig'lamaskan, birdan bo'lsa-mu qayg'u alamni unutgan deb o'yladim. Biroq buvamning darvozi oldida donlab yurgan to'g'olarga qarab, ko'z yoshlarim saldek oqdi. Chunki cho'jilarmi Mikyan va Xo'rozning himoyasida bakmi xushal-xuram yashaydi ekan. Xo'roz o'z cho'jilarining xo'shligi
amallıqı, danlışı üçün onlarını qattiq qoğdaydı ekan, himoya qiladi ekan, ularga cho'nqur kuyinadi ekan. Men o'ylab qoldim. Mening dadamda shu xo'rozchilikmi vijdon va mas'uliyat yo'qmidi? Dadamning qalbidagi mening o'rnim, shu xo'rozning qalbidagi cho'jilarchilikmi yo'qmidi? Dal mushu savollar meni hur yig'latdi. Yosh to'kkizdi. Cho'nqur esadatdi. Biroq mening qalbimda dadamning o'rni yanada bak cho'nkan. Dadam bo'lmasa, xushallikqa bahonam yo'qkan. Rostini aytganda, kulib yashashga sabab topolmaydi ekanman. Uni bakmi siyg'inadi ekanman. Suyimlik atalar, mehribon onalar, sizlar dadamni ko'rsanglar, uningga nasihat qilib qo'yinglar. O uyimizga qaytib kelsin. Sizlar dadamga qizing bu so'g'ida yig'lab o'tirib, hozirmi seni saqlayotdi deb qo'yinglar. Jinim dada, zulmat qo'ynidagi dunyo quyoshning kulib chiqishiga intizor bo'lganiday. Bizmi sening bu so'g'idan kulib kirishingga shuncha tashta bo'lyapmiz, jinim dada.